ko'p ishonmayman, chog'idan yeganman, sanamlarni sevmayman, muhabbatdan kuyganman, ko'p ham aql o'rgatmay, ko'p narsani ko'rganman. Yetmas ko'p yetardan, ota arzon egardan, yov chiqadi jigardan, dunyo o'zi shunaqa. Yetmas ko'p yetardan, ota arzon egardan, yov chiqadi jigardan, dunyo o'zi shunaqa. Biz kimmiz? Bizga Alloh berganmi? Biz ham beryapmizmi? Berishga imkoniyati bo'lmay turib berganlar oldida yuzimiz shud bo'lmaydimi? Nega berishga imkoniyati yo'qlar beradi, biz bermaymiz? Nega bizga kelgan hamma narsa bizniki deb o'ylaymiz? Bu endi savol, hamma o'ziga berish kerak bo'lgan savollar. Qizg'onmasligimiz kerak. Qizg'onchiqlik bilasizmi? Bizga Alloh taolo bir ulov berdi. Siz yo'lda ketyapsiz, yomg'ir yog'yapti. Yo'l chetida bir odam turibdi. O'sha odamni mindirib, manzilga yetkazib qo'ymasligingiz qizg'onchiqligingiz sizda. Siz o'zingizdagi holatni, sizdagi yengillikni undan qizg'ongan bo'lasiz. Mana shu qizg'onchiqlik. Alloh ham qizg'onchiqlik deganda darrov pulga yo qo'limizda ushlaydigan narsalarga qarab nima qilmasligimiz kerak. Bizdagi yaxshi holatni boshqalarga ravo ko'rmaslik mana shu qizg'onchiqlik. Kibrga kibr qiling-da. Xo'mrayadi. Nima xo'mrayapsan oshna? Sen menga qo'lingni uchini beruvding, men o'tda qo'limni berib qo'ydim senga. Bo'ldi, tamom. Normalni muomala qilsang, normalni muomala qilaman. Bo'ldi, tamom. Kibrlik sizni mensimayotgan odamga yana qaytayapman. Ey bolalar, o'zingiz sha'ningiz millionlab, milliardlab puldan afzal bo'ladi. Sizni hurmat qilmayaptimi? Siz nima hurmat qilasiz uni? Siz nimaga unga mulozamat qilasiz? Siz nimaga uni to'yda yugurib 3 kunlar yurasiz? Siz to'yingizda 1 soatga ham kelmaydi-ku. Kamtarligida chiroyli muomalani, xizmatni o'shanga loyiq odamga qiling. Shunda inshaalloh chiroyli bo'ladi, go'zal bo'ladi, Xudo xolisa. Otasi bor odamning ko'ngli boshqacha ekan, bir qo'li yulduzgacha, biri oygacha ekan. Tovoniga kirsa ham ko'ngliga kirmaskan. Otasi bor odamning ko'ngli boshqacha ekan. Dardimga darmonim otam, mehribon sirdoshim otam, uyimizning ustuni savlati vulqonim otam.